odamlar oldida chiroyli, yaxshi so'zlarni gapirib, axloqli bo'lib turaverasiz. Lekin haqiqiy holatingiz uyda ko'rinadi. Uyga kirganingizda uy ahli, xonadoningiz ahli tilingizdan bahra olyaptimi? Yo'inki ular bundan ozor topyaptimi? Erkak kishi uyga kirib kelsa, uyda bayram bo'lish kerak. Ahli va farzandlarga bayram bo'lish kerak. Dadam keldi, dadasi keldi, va hokazo bayram bo'lish kerak. Kirib borsangiz, yana keldi-da. Sal kechroq kelsangiz bo'lmasmidi deydigan bo'lsa, Alloh asrasin, bu juda yomon. Mana shuni o'zingiz tanib olaverasiz. Agar uy ahlingizga ham shirin so'z bo'lsangiz, yaxshi so'z bo'lsangiz, mana shunda sizni haqiqatan qalbingiz to'g'rilanyapti, tilingiz. Bu ayollarga ham tegishli. Ayol ham uyda ayolni tili eng shirin til ayolning tili bo'lishi kerak. Ayollardan eng ko'p ozor tildan bo'ladi. Erkakka ayollar qo'li bilan ozor berib, og'zini topmaydi, tili bilan kurashadi. Erkakga unaqa til bilan gap topa olmaydi. Osoni qo'lni ishga soladi. Lekin ayollar ham erim ekan, uyim ekan, o'zim bilaman ekan deb gapirishi noloyiq. Tildan ozor bermaslik deganda faqatgina ko'chadagilarga ozor bermaslik tushunilmaydi. Birinchi bo'lib uyingizdagilarga ozor bermang. Rasul akam alayhisolatu vassalomdan "Ya Rasululloh, men yaxshi muomala qilishimga kim haqli?" deganda doim aytganlar, sadaqani kimga beray, kimga yaxshi gapiray desa, Rasul akam alayhisalom o'zingga eng yaqin bo'lganlarga. Yaxshi gapingizga eng haqli odam eng yaqiningiz. Lekin biznikilar aytadi, endi unda yaqinlik bo'lmaydi deydi. O'zingniki bilan urushib tarashasan deydi. O'zingizniki bilan urushib tarashmang. Samimiy gaplashing, erkin gaplashing, lekin ozor bermang. Eriningizdir, xotiningizdir, til bilan ozor berish halol emas. Ba'zi bir yigitlarimiz bo'ladi, ko'chada shirin so'z, ulfatchilikni joyiga qo'yib tashlaydi. Lekin otaga, onaga o'sha shirin so'z yo'q. Ota onasiga qovog'ini solib o'tirgan bo'ladi. Bir mahal jo'rasi telefon qilib qolsa, "Ha, jo'ra" deb kulib telefonni oladi. Yo, noto'g'rimi? Yo'q, shirin so'zingizga eng haqli kishi onangiz, otangiz, ahlingiz. Erkakka yo ayolga. Mehmon kelib qolsa, "Voy, tuzingmiz, yaxshimiz, charchamasdan xush kelibdilar" deb og'zini quloqda bo'lib qoladi. Ketish bilan qovog'i uyulgan, achchig'i chiqqan odamga aylanadi. Yo'q. Xayrukum li ahli. Sizlarning eng yaxshilar o'zini xonadon ahliga yaxshi bo'lganinglar. U faqat erkakka tegishli, ota-onaga tegishli emas, uyda yashayotgan hammaga tegishli. Siz qachon o'z xonadon ahlingizga yaxshi bo'lsangiz, erdir, ayoldir, otadir, onadir, xizmatkordir, jiyandir, ahlingizga yaxshi bo'lsangiz, shunda siz yaxshisiz. U jo'rachilikdagi yaxshilik, ishxonadagi chiroyli axloq, ko'cha-ko'ydagi go'zal odob, u sizga mezon emas u. Sizni asli suratingiz, ko'zguingiz u uyda. Xonadon ahlingizga agar shirin so'z bo'lsangiz, mana shu demak sizni haqiqiy bor holatingiz va albatta bu zarur. Demak, tilni nazorat qilish deganda biz faqatgina ko'chaga chiqqanda nazoratni tushunmaylik. Uyingizda ham nazorat qiling. Alloh ko'rib turibdi, farishtalar yozib turibdi.